Ko'pchilik kinoni просто tak vaqt o'tkazish uchun ko'radi. Lekin kinoni haqiqiy mazasini olish uchun uni nima uchun olinganligi va nima demoqchi o'zi shu savollarga javob olish kerak. Hozir esa men bitta kino misolida sizlarga shuni tushuntirib beraman. Bu oddiy kino emas, naq 4 Oskar olgan. Mana eng sevimli kinoyim. Qarshi oling. Grand Budapest mehmonxonasi. Bu oddiy kino emas, balki rangli ertakka o'xshash vizual san'at asari. Uni mashhur rejissyor Wes Anderson suratga olgan va u o'zining simmetrik kadrlar, yorqin ranglar va noodatiy hazillar uslubi bilan mashhur. Hop, nima o'zi bu kinoni ko'rishingiz kerak? Sababi vizual san'at, kulgili sarguzashtlar, nostalgik hikoya, buyuk aktyorlik o'yini. Bu film tashqaridan kulgili sarguzash ko'rinsa ham aslida uning ichida chuqur ma'no yashiringan. Eng birinchi yo'qolib ketayotgan madaniyat haqida. Film aslida eski Yevropa aristokratik madaniyat haqida. Monte Gustav eski davr odobi, madaniyati va romantikasining ramzi. U she'r o'qiydi, ayollarga hurmat bilan muomala qiladi va nafis hayotni qadrlaydi. Bundan tashqari madaniyat va qo'pollik to'qnashuvi hamda do'stlik va sadoqat zo'r ochib berilgan. Ya'ni film ustoz va shogird o'rtasidagi sadoqat haqida ham. Eng asosiy ma'no dunyo o'zgarishi mumkin, lekin madaniyat, odob va insoniylikni saqlab qolish muhim. Zerikkanda kino ko'rmoqchisiz, lekin qayerda bepulga va tiniq formatda o'zbekcha kinolarni topa olmayotgan bo'lsangiz, Homeplay degan dastur bor. Bu dastur orqali siz attiga 10,000 so'mga 5,000 dan ortiq kinolar, seriallar, turk seriallari, multfilmlar hamda dramalarni ko'rishingiz mumkin. Bodroq promokod orqali barcha filmlarni 3 kun bepul ko'rsangiz bo'ladi. Xullas, bu kino oddiy komediya yoki drama yoki sarguzash kino emas. Haqiqiy san'at asari. Endi kino ko'rayotganda yaxshiroq tushunishga harakat qiling.